Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, Amman Building kanalini muxlislari va bizda obunachilarimiz va bizda obuna bo'lmasdan kuzatib borayotgan hamyurtlarimiz, iltimos videoni boshida sizlardan iltimos videoga like bosib, obuna bo'lib, shu knopkasini bosib qo'yamiz. Izohlaringiz bo'lsa, video davomida yozishingiz mumkin. Iloji boricha javob qaytarishga harakat qilamiz. Agar sizlarga shunaqa videolar masalan ma'qul bo'lsa, shunaqa dasturlarimiz ma'qul bo'lsa, albatta o'z fikrlaringizni bildirib o'tsanglar, biz albatta shunaqa dasturlarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Bugungi videomizda mavzusi Germaniyadagi eng talab katta bo'lgan va O'zbekistondan kelish eng oson bo'lgan soha hamda oyligi eng muhimi, oyligi eng baland sohalardan bittasiga bizning kompaniyamiz orqali va til bilmasdan turib ham qanday qilib 6-7 oy ichida yetib kelishingiz mumkinligini biz sizlarga hozirgi shu videomizda tushuntirib o'taman. Bu bizning yangi dasturimiz. Oyliklarda boshlanishi 2,5 nettodan 3,000 euro nettogacha. Brutto oylikni aytmayapman men. Netto oylik degani bu sizning kartangizga kelib tushadigan pul. Shunaqa yaxshi oylikli ishlarga qanday kelishingiz mumkinligini men sizlarga hozir tushuntirib o'taman. Videomizning asosiy qismiga o'tamiz. Men ismim G'anishar Sagdullayev, Alman Vizum kompaniyasining vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassisiman. Germaniyaga nemis tilini bilmasdan turib hujjat boshlashingiz uchun 5 ta qadam desa ham bo'laveradi. Qaysi sohaga ishga kelishingiz mumkin? Bu kimlar uchun? LKV haydovchilari uchun. C kategoriyasi bor hamyurtlarimiz uchun. Bu dasturimiz C kategoriyasi bor hamyurtlarimiz uchun. Lekin sizda BC kategoriyasi bo'lsa ham, C kategoriyani o'zi bo'lsa ham, lekin mashina haydashga qiziqsangiz, nemis tilini o'rganishga qiziqsangiz, bizga masalan murojaat qilishingiz mumkin. Agarda siz 1 yil oldin urdirilgan bo'lsa, sizga C kategoriya, Y kategoriyani shu yaqin fursatlarda ichida 6 oy ichida urdirib, tajriba orttirib, haydashni o'rganish niyatingiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Diplomingiz ham kerak emas, faqat sizdan kamida C kategoriya prava talab qilinadi va Y kategoriyaga o'rganish xohish istagi. Y kategoriyaga masalan o'rganmoqchi bo'lsangiz, nemis tilini hech yo'q A1, A2 darajagacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu dastur sizga mos keladi. Shu dastur orqali masalan siz birinchi qiladigan ishingiz nima? Birinchi qiladigan ishingiz sizda bizga murojaat qilish. Menda prava bor. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Bizga murojaat qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Yoshingiz 21 dan 44 yoshgacha bo'lishi kerak. Siz o'zingizga o'zingiz savol bering. Men fura haydashga tayyormanmi? Nemis tilini A1, A2 darajagacha o'rganishga tayyormanmi? Va 6 oygacha kutishga tayyormanmi? Agar shu 3 ta narsaga rozi bo'lsangiz, bemalol mana bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam beramiz. Germaniyaga ishga kelishingiz uchun mana video chiqqan kuni men hozir yo'ldaman. Bizlarning yana 2 ta yigitimiz bizda o'zimiz til kurslarimizda o'qib, shu 6-7 oy ichida Germaniyaga yetib kelayotgan 2 ta yigitimiz o'sha yo'lga chiqishgan. Aeroportga hozir Frankfurt aeroportiga qo'nishadi. U yoqdan ham men sizlarga video qilib ko'rsataman hammasini. Keyinchalik ular ish joyiga kelgandan keyin ham videolar qilib ko'rsatamiz ularning hayotini, ularni Germaniyada qanday qilib ish boshlashganini hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bu haqiqiy dastur. Biz bu dasturda sinab ko'rdik amalda. Dasturimiz ishlayapti. Dasturimiz amalda ishlayotganligi uchun biz shu dasturni mana yo'lga qo'ydik. Sizdan nima talab qilinadi? Eng birinchisi C kategoriyani o'zida urilgan bo'lish kerak. Hech bo'lmasa C kategoriya bo'lsa undan ham zo'r. Furada tajribangiz bo'lsa undan ham zo'r. Va shu shokolad. Furada bu videoni oxirigacha ko'ring, yana bor hozirgi vakansiyalarimiz haqida ham aytib o'tib ketaman. Agarda sizda Yevropa pravangiz bo'lsa, til bilishingiz ham shart emas, ingliz tili yoki rus tilini yaxshi bilsangiz, Yevropadagi pravalaringiz bilan ham ishga kelishingiz mumkin biz orqali. Bemalol nemetskiy viza qilib oyliklar 3000 yevrodan boshlanadigan oyliklarimiz bor bizda. Bu kartangizga tushishi, naloglardan tashqarisi. Chunki hozirgi kunda tajribali furachilarning oyliklari yaxshi. Bizda oylik u ishchini tajribasiga qarab belgilanadi. Kam oylik, ko'p oyliklarimiz unaqa degan narsa yo'q bizda. Endi nima qilishingiz kerak? Bizga murojaat qilishingiz kerak, hujjatlaringizni bizga jo'natishingiz kerak. Biz hujjatlaringizni tekshirib ko'rib, agarda siz bilan gaplashib ko'rib, agarda hammasiga rozi bo'lsangiz, masalan, kutishga, hamma bosqichlarga rozi bo'lsangiz, biz siz bilan dalishib ishlaymiz, shartnoma tuzamiz siz bilan va siz bizni o'quv kurslarimizda o'qishni boshlaysiz. Onlayn o'quv kurslarimizda o'qishni boshlaysiz. Onlayn o'quv kurslarimizda o'qishni boshlaysiz. Nemis tilini
ozgina o'rganganingizdan keyin ungacha ham biz hujjatlaringizni davom ettiramiz. Hujjatlaringizni qilishda davom etamiz. O'sha ish beruvchilarga sizda masalan haqiqatan rezultat ko'rsatishni boshlasangiz, til o'rganishda, boshqasida rezultat ko'rsatishni boshlasangiz, men o'sha ish beruvchilarga hujjatingizni jo'natishni boshlayman. Ham til o'rganasiz, ham bitta hujjatlaringiz bo'laveradi. Biz endi nima ish beruvchiga hujjatlaringizni jo'natganimizda ish beruvchilarimiz ko'rib chiqib, qaysi biriga ma'qul kelsangiz, biz suhbat tashkil qilib beramiz. Bu 3-bosqich. Suhbat tashkil qilib beramiz. Suhbat tashkil qilib berganimizdan keyin sizda birinchi bosqich bizga murojaat qilish, ikkinchi bosqich nemis tilini o'rganish, majburiy o'rganish. Til bilmasangiz ham murojaat qilishingiz mumkin, lekin o'rganishingiz majbur. Til o'rganishni xohlamaysizmi? Yo, men til o'rganishni xohlamayman, menga shunday viza qilib beringlar. Yo'q, unaqa narsa. Boring, damingizni oling, unaqa o'ylaydigan odamlar boshqa odamga murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Qo'pol bo'lsa ham aytaman. Til o'rganishni xohlamaysizmi? Kerak emassiz. Bizning firmaga umuman kerak joyingiz yo'q. Bizda odamni til o'rganishga ozgina xohish, istagi bo'lishi kerak. Men tilni bemalol doktorlar gaplashadigandaqa o'rganinglar deganim yo'q. Elementarniy ish beruvchingiz mana o'tgan haftada 8 ta ish beruvchi bilan uchrashdik. 8 ta ish beruvchi ham meni tushunishi kerak deyapti. Meni tushunishi kerak deyapti. Meni tushunmasa deyapti, men u bilan deyapti, qanaqa qilib ishlayman deyapti. Olishga tayyor, sizni olishga tayyor Germaniyada ish beruvchilar. Faqat siz ozgina bo'lsa ham nemis tilini bilishingiz kerak. Tushunishingiz kerak u sizga nima deyotganini. O'sha darajada o'rganish shart. Bir A2 bu max zo'r harakat qilsangiz A2 ga 2 oyda chiqsangiz bo'ladi. 3-4 oyda spokойно o'rgansa bo'ladigan daraja. Men sizlardan B1 ga o'rganib sertifikat oling deganim yo'q. Sertifikatingiz ham kerak emas menga akalar. Siz tilni o'rgansangiz bo'ldi. Agarda siz tilni bilsangiz, C kategoriya praves bo'lsa, bemalol to'g'ridan to'g'ri ishga kelishingiz mumkin. Bu ikkita boshidagi bosqich, 3 ta qadamda Germaniyada bo'lasiz. 3 oyda Germaniyada bo'lasiz o'sha. Uzog'i bilan tilni bilsangiz, mana murojaat qiling menga. Siz nemis tilini bilasiz, C kategoriya praves bor, ozgina bo'lsa ham tajribangiz bor, fura haydashni bilasiz. Mana birdan murojaat qiling, birdan ishga keling. Men sizga majburlab o'zimda til o'rgataman deganim yo'q. Endi 3-bosqichda ish beruvchi bilan suhbat. Ish beruvchining suhbatidan o'tsangiz bo'ldi. Ish beruvchi sizga qanaqa savollar beradi? Germaniyaga kelishda maqsadingiz nima? Tajribang qanaqa? Fura haydashni bilasanmi? Shunaqa, qanaqa kara haydashni bilasanmi? Masalan, ko'p furalarda kara haydashni ham bilish kerak, chunki yukni tushirib olishga ham ko'p joylarda yukni tushirish ham fura haydovchisini vazifasiga kiradi. Germaniyada, u bitta Germaniyada emas, hamma joyda deyarli. Orqasida furasi bo'ladi. Ba'zi bir joylarda masalan kartoshka tashishadi, uni aylanma kabel tashiydi, bunaqa aylanmali kabelni uni furachini o'zi tushirib berish kerak ko'p joyda. O'shanaqa masalanlarga rozilar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agar Yevropa pravasi bilan bo'lsangiz, murojaat qilsangiz juda tez kelasiz. Biz orqali juda tez kelasiz, ishchi o'rinlarim to'la yotibdi Yevropa pravasi bilan. 95 kodli Yevropa pravolari bilan ish o'rinlari tiqilib yotibdi bizda. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin, ishchi yo'q. Hammasi masalan hujjatlaringizni tez qilinamiz, hammasiga kelishiladi. 3-bosqichda masalan 3-bosqichdan o'tdingiz. 4-bosqich bu sizning hujjatlaringizni tayyorlash. Hujjatlaringizni chiroyli qilib tayyorlaymiz, akalar. Hujjatlaringizni chiroyli qilib tayyorlaganimizdan keyin bemalol siz elchixonaga terminingizni ham masalan olishga yordam qilamiz. Hujjatlaringiz tayyor, qo'lingizda. Bu 4-bosqichda elchixonaga hujjat topshirasiz. 5-bosqichingiz vizani olib Germaniyaga kelish. Sizni aeroportda kutib olinadi. Men aytdim-ku, videoni o'rtasidan boshidan aytib o'tdim. Bugun men sizlar bu videoni ko'rayotgan paytlaringda, chiqqan paytida, bu video chiqqan kuni 18-may kuni Frankfurt aeroportiga men ketaman. Xudo xohlasa, nasib qilsa, ikkita yana ishchimiz kelyapti fura haydashga. O'shalarni kutib olgani boramiz. Kutib olib, chiroyli qilib aeroportdan ham agar slishkim charchamagan bo'lsa bolalar, ozgina video qilib sizlarga uni ham ko'rsatamiz. Ularning hayoti ham ko'rsatib boriladi sizlarga. Germaniyada hayot qanaqa boshlash. Sababi chunki bular bizda yonimizdagi firmaga kelishyapti-da, uzoqdagi, mendan uzoq emas, 10-15 minutlik yo'l, mendan o'sha yonimdagi firmaga kelishyapti ishga. O'shaning uchun shunaqa qila olamiz. Endi uzoqdagilarga, masalan, uzoqqa ishga kelganlarga, mendan uzoqqa kelganlarga men borib kela olmayman, chunki vaqt eng katta muammo. Shu 5 ta bosqichda siz Germaniyaga 6 oyda yetib kelasiz.
Tilni bilmasangiz, tilni bilsangiz tez 3 oyda yetib kelasiz. 2-3 oy tilni bilsangiz. Endi bu ham masalan nimaga men bunaqa vaqt aytyapman, может bundan kamroq bo'lishi mumkin. Lekin bundan sal ko'proq, 1 oyga ko'proq ham bo'lishi mumkin. Sababi elchixonani terminlariga qarab, elchixonani qaror chiqarishiga qarab, sizdan yana qanaqa qo'shimcha hujjatlar so'rashiga qarab, viza vaqti uzayishi yoki kamayishi mumkin akalar. Buni men o'ylab topmaganman. Bu Germaniyani sistemasi shunaqa ishlaydi. Endi vakansiyalarımizga keladigan bo'lsak, eng sladkiy joyi edi akalar. 3000 yevro netto oylik akalar, sisterna haydashga, yoqilg'i tashishga 3000 yevro kartangizga naqd tushadi. Optingiz bo'lishi shart. Nemis tili A1 darajada, A1 nemis tili A1 darajada. C kategoriya prava bo'lishi shart. 95 kod bo'lishi shart. Taxograf karta bo'lishi shart. ADR sertifikat bo'lishi shart. Oylik 3000 yevro netto qo'lingizga tegishi, sisterna haydaysiz, kamida 1-2 yil optingiz bo'lishi shart. Agar sizga masalan shu vakansiya bo'yicha sizda masalan vakansiyaga to'g'ri kelsangiz, aloqaga chiqing. Rus tili bilan. Lekin rus tilini yaxshi bilish kerak. Nemis tili A1 darajada. Mana men sizlarga aytyapman, nemis tili A1 darajagacha hech bo'lmasa chiqib olsangiz, kelishingiz mumkin akalar. Tajribangiz bo'lsa, mana siz shu vakansiyaga mos keldingizmi? Bor menda shunaqa vakansiya. Ikkinchi vakansiya. Polskiy yoki litovskiy Yevrosoyuzning pravasi bilan, C kategoriya prava bilan katushka tashishga, kara haydashni bilish shart. Chunki yuklarni har doim bu yuklar xavfli yuk hisoblanadi. Yuklarni haydovchi o'zi tushirib, o'zi ortadi. Ortib berishda-yu ko'p joyda masalan joyida ortib beradigan joyida ortib berishadi, lekin yukni tushirishga haydovchi o'zi majbur. Ingliz tilini bilish shart yoki nemis tilini bilish shart. Oylik 3200 yevro nettoda. 3200 yevro netto akalar, u juda chiroyli oylik. Plus shpetson yana. Ustiga qo'shiladigan puli bor. Buni siz masalan yo'lda yurgan kuningizga 8 soatdan ortiq yo'lda yursangiz, 14 yevrodan 1 sutka yo'lda yursangiz, masalan mashinada masalan nachovka qilsangiz 28-30 yevrodan yana ustiga har nachovkangizga shpetson to'laydi. Akalar, bular juda chiroyli oyliklarda. Chiroyli oylikka chiroyli talab ham bor. 3200 yevro netto akalar, ular bu degan brutto oyligingiz aka 4,5-5000 dan oshib ketadi degani. Men ham chiroyli qilib hozir aytsam, ular 5000 yevro oylik deb aytishim mumkin akalar. Lekin u narsani qilyapmiz. Naloglardan tashqari kartangizga tushadigan 3200 yevro. Konkretno oylik men Yevropada ishlab yurgan akalarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Boshqa vakansiyalarimiz yana nemis tili bilan C kategoriyaga yana vakansiyamiz 6 oylik birinchi o'qitishi bilan o'qitayotgan paytida sizga stipendiya to'laydi. 1700 yevro nettoda stipendiyasi bor. C kategoriya pravangiz bo'lishi shart. Kamida 1 yillik tajribangiz bo'lishi shart. Nemis tili B1 dan boshlanadi. Chunki bu 6 oy o'qitayotgan muddatida ham sizga oylik to'laydi. O'sha paytda siz skladda ishlab turishingiz mumkin. Mana bu bolalar bizga o'shanaqa ishga kelishyapti. Ertaga kutib oladigan bolalarimiz o'sha ishga kelishmoqda. Endi mana o'zlaring xulosa chiqaringlar. Nemis tilini Germaniyaga ishga kelish uchun eng birinchi qadam mendan любой uyqumdan uyg'otib so'rashsa ham aytaman, til o'rganish. Til o'rgansangiz imkoniyatingiz oshadi. Til o'rganmasdan siz 1 yil, 2 yil, 3 yil yuraverasiz. Yoki европейский prava qildiringlar. Til o'rganmasangiz 2-3 yil yuraverasiz akalar. 3-4 yil ham yuraverasiz. Og'zingizni ochib, menga o'xshaganlarning videosini tagiga meni ham chaqiring, Germaniyaga bormoqchiman deb yuraverasizlar. Akalar, men bitta gapda, ras Germaniyaga kelishga qaror qildingizmi? Jiddiy kirishing. Har bitta blogerda, har bitta menga o'xshagan ekspertning videosini tagiga men bormoqchiman ishga, meni chaqiring, meni olib boring, menga yordam qiling deb yozishdan oldin siz nemis tilini o'rganishni boshlaydi akalar. To'g'ri gapim qo'pol tuyulishi mumkin, ko'pchilik chiqib ketadi bu gapim akalar. Lekin sizlar akalar, odam o'zi harakat qilmasa, Xudoyim aytgan, sendan harakat mendan barokat degan. Hech qanaqa harakat qilmasdan turib faqat, men pulini beraman, meni chaqiring. Akalar, unaqa ishlamaydi. Bu Rossiya emas akalar. Bu Polsha emas, Litva emas, Latviya emas, Bolgariya emas akalar, Slovakiya emas, bu Germaniya akalar. Yevropaning birinchi ekonomikasi. Dunyodagi eng byurokratiya kuchli davlat. Siz dunyodagi eng kuchli byurokratiya davlatga kelmoqchi bo'lib turib, akalar til bilmasdan kelmoqchi bo'lasizlar. Tilsiz akalar qiyin masala.
To'g'ri, ilojisi bor, til bilan tilsiz ham olib kelyapmiz. Masalan, kurslarimizda o'qitib olib kelyapmiz. Lekin ular tilsiz kelayotgan deb hisoblanmaydi. Ular tilni biz orqali o'rganib kelishyapti. Kelgandan keyin ham aytdi o'qiydi hali tilga. Akalar, agarda sizlarda yana bitta masala e'lonimiz, agarda hozir ko'pchilikka yordam beryapsiz, siz o'zingiz ish beruvchi topgan bo'lsangiz yoki siz Polsha, Latviya, Litva, Xorvatiya va boshqa Yevropa davlatlaridan o'tib Germaniyada noqonuniy ishlab yurgan bo'lsangiz, komandirovочный bo'lib ishlab yurgan bo'lsangiz, sizni ish beruvchingiz o'ziga sizni оформление qilmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bunaqa успешный keyslarimiz ham bor. Juda ko'p bunaqa успешный keyslarimiz. Ko'pchilikka masalan yordam qilyapmiz. Hammasi masalan vizasini qilib, mana yaqinda ham bitta ukamiz xudo xolasa vizasini olsa, qo'liga 8-mayda hujjat topshirgan bitta ukamiz. Vizasini olsa, u ham video qilib beradi. Unda ham ko'rasizlar akalar. Unga men masalan faqat hujjati bilan shug'ullangan, faqat vizasini chiqarib berganman xolos. Vizasini chiqarib beramiz biz. Odamlar vizani chiqarib berish bu eng oson narsa. Ishga kirish bu qiyin narsa. Hammalaringga omad tilab qolamiz. Germaniyaga kelish barchalaringga nasib qilsin. Sizlar bilan Alma Vizum kompaniyasining vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassisi G'anishar Sagdullayev bo'ldik. Germaniyada ko'rishguncha. Bizni kanalimizga kuzatib boring, bizga obuna bo'ling, like, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.